ota-onaga, yaqin qarindoshga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yon qo'shniga, yondagi sohibga, yo'qsil yo'lchiga va qo'lingizda mulk bo'lganlarga yaxshilik qilinglar. Niso surasi 36-oyat. Bu oyat karimada Alloh taolo bir necha toifa odamlarga, jumladan yaqin qo'shnilar va yon qo'shnilarga yaxshilik qilishga amr qilmoqda. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Jabroil menga qo'shni haqida shu qadar ko'p tavsiya berdiki, uni merosga ham sherik qilarmikan deb o'ylab qoldim, dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilganlar. Abu Shurayh Xuzoiydan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin, dedilar. Buxoriy Abadul Mufradda rivoyat qilgan. Qo'shniga yaxshilik qilish Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishining sifati, belgisi, alomati ekan. Kim Allohga iymon keltirgan bo'lsa, qiyomat kunidan umidvor bo'lsa,